Nabiy alayhissalatu vassalam nima dedilar? Aytadilarki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi va waladihi va nafsihi. Birortangiz iymoni komil bo'lmaydi, toinki men uning uchun molidan, jonidan, farzandlaridan ko'ra suyukli bo'lmagunimcha, mahbub bo'lmagunimcha, qalbi bog'lanib, menga oshiq bo'lmagunimcha. Buxoriyda kelgan sahih hadis. Nabiy alayhisolatu vasallam nima deyaptilar? Demak, iymon tamom aqlan o'ylab ko'rib, Nabiy alayhisolatu vasallamning mo'jizalarini, u zotda qilgan buyuk bir nabiy ekanliklarini, dalillarini ko'rganlardan keyin nima qiladilar? E'tirof qiladilar. Ilojlari yo'q. Lekin qalban ham ularga ana shu e'tiqod qilayotgan narsalarni qalb bilan yaxshi ko'radilarmi? Mana bu masala. Alohida bir ishlanish kerak bo'lgan narsa, to'g'rimi? Ana shuning uchun aytayaptilarki, la yu'minu ahadukum. Birortangiz mo'min bo'lmaysiz, iymoningiz komil bo'lmaydi. 50% bo'lib turaveradi u qalbda. Qachonki unga mening muhabbatim qo'shilmagunicha, menga bo'lgan ehtirom, menga bo'lgan ishq qo'shilmagunicha iymon yarim bo'lib turaveradi deyaptilar. Bu nimadan? Bu shundanki Nabiy alayhisolatu vasallam aqlan tanib u zotga muhabbat qo'yishligimiz lozimligidan. U zotni sevishimiz kerak. Bizning dinimiz Nabiy alayhisolatu vasallamning ummatiman, ummati Muhammadiyman degan so'z o'zining komil bir suratiga kelishligi uchun u kishini qalban ham sevishimiz kerak. Ota-onamizni, farzandlarimizni yoki molimizni qanday sevamiz? Ularga bir ozor kelishidan va ko'ksimizni qalqon qilamiz. Ularga keladigan bir musibat bizlarga 10 karra bo'lib keladi. Nabiy alayhisolatu vasallam aytibdilar, ana shu shuuriy, vijdoniy bo'lgan muhabbatni menga ham qo'yasiz. Ana shunda iymoningiz komil bo'ladi. Yo'qmasam komil bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki ana shu muhabbat qo'ygandagina u din o'zining buyukligini, o'zining mo'jizalarini ko'rsata oladi. Yo'qmasam ko'rsata olmaydi. Faqat aql bilan iymon keltirdim deb qo'ygani bilan nima qilmaydi? U mo'jiza ko'rsata olmaydi. Shuning uchun bizning muammolarimizdan biri bugungi kunda musulmonmiz deymiz hammamiz. Ko'p insonlar, ya'ni musulmonlar auditoriyasida ko'plari nima deymiz? Musulmonmiz deymiz, lekin harom xarishga e'tibor qilmaymiz yoki ibodatlarga beparvomiz yoki boshqa va boshqa. Ya'ni iymonning asari, iymonning ravnaqi bizda bilinmaydi. Do'ppisini yechib qo'ysa yoki ro'molini yechib qo'ysa, boshqa odamlardan farqi yo'q. Yo'q, u emas. Nima uchun endi bunday bo'lyapti? Nima uchun iymonimizning, islomimizning ravnaqi ko'rinmayapti deydigan bo'lsak, chunki biz aqlan iymon keltirib, "Ha, men musulmonman" deyotgan bo'lsak-da, lekin qalbimiz boshqa narsalarga mutaalliq. Qalbimiz boshqa narsalar bilan bog'liq. Boshqa narsalarga oshno, boshqa narsalarga muhabbatda. Mana bunday iymon Nabiy alayhisolatu vasallam aytganlaridek foyda bermaydi. Uzoq bormaydi u. Yo'q, nima qilishimiz kerak? Aqlan bilib taniganimizdan keyin endi unga muhabbat qo'yishimiz kerak. Uni sevishimiz kerak. Uning uchun jon fido bo'lishlikka tayyor bir vijdoniy, qalbiy holatda bo'lishimiz kerak. Ana shuni aytmoqchilar hazrat.